Urgut tumanida yangi ariq kanali. Kanalga hali yuqoridan suv quyilmagan. Ravatxo'ja tomonidan hech qanaqa suv kelayotgani yo'q. Bu suv ko'rib turganingiz xuddi kanalda suv bordek ko'rinib turibdi, lekin mana shu suvlar badbo'y hidiga chidab bo'lmaydigan chiqindi suvlar. Bu Urgut City'ni tomonidan ko'p qavatli uylardikimi yoki zavodlardikimi bilmadim, mana shunaqa chiqindi suvlar oqib kelyapti. Mana bu tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, ko'p o'tmasdan Urgut tumani hokimligi bir necha kunda nosozlik holatlari bartaraf etilishini aytib o'tgan edi, ammo oradan 20 kun o'tib biz murojaat yuzasidan o'sha manzilda bo'ldik. Ketishdi, katak cholasi bor hali. Endi dushanba kuni kelib so'zlab berishadi. Bura ishlamaganda shu kanalizatsiya suvi to'g'ri hovuzga kanalga tushdi. Sasib ketmadimi? Sasidi, endi iloji yo'q-da u narsani. Ishlamagandan keyin nima qilamiz biz? Sizlar qo'lingizda emas. Endi Turkiyani ham jami, Turkiyadan kelish kerak ham jam. Masalan, 10 so'mning o'rniga 100 so'm xarajat qilib olib kelamiz. Shu uchun ishlamay turgan. Har doim qo'shilib turish uchun bu muammosi bor kattakkina. Mutaxassislar hozir sozlab ketsa, dushanba kuni postoyan ishlab turadi. Doimiy ishlashga mo'ljallab ishlatiladi. Hozir aholi norozi bo'ladimi deyapti. Norozi bo'ladi, o'zim ham norozi bo'laman. Masalan, kanalga tushib turibdi. U qo'l yuvadi bolalar boshqa qiladi. O'zim ham norozi masalan. O'zim shu yerga ishlaganim uchun indalmayman. Ochiqda bu narsa. Har chorakka ko'ramiz, analiz olamiz. Lekin shu bo'lish. Ishlamasa to'xtatish haqlaringiz yo'qmi? To'xtatib bo'lmaydi. Ishlamagandan keyin bu tarmoqni qanday to'xtatasiz? Oqova suv. Jildonlar qo'shadi. Fabrikalar, zavodlar qo'shadi. Hozir nechta korxona tashkil qilingan shu yerga? 100 tadan ziyod. 100 tadan ziyod. Suv zaharlanmaydimi turishda? Suv zaharlanadi. Biza ses, lekin aytgan bilan qilmaydi-da. Murojaatchilar bilan borganimizda tozalash qurilmasi ishga tushirilgan, ammo to'liq quvvatda ishlamayotganligini guvohi bo'ldik. Bundan suvni so'rib olib, nariga taylaydi. So'g'in konteynerga o'tadi. Suvlar xlorlanish kerak. Vodoprovod suvini o'rnatmagan, yo'q o'tkazilmaganda. Shuna xlor turibdi, ishlatilmaydi. Tamam. Zaxira xlori bo'lish kerakmi ular? Bo'lish kerak. Lekin yo'q, ha? Yo'q. 50 kilo bor, endi qachon olgan, qachon qo'ygan. Qara olman deydi. Dokumenti yo'q hech qanaqa. Bu yerda ishlovchi xodimlarning aytishicha, ularga shanba va yakshanba kunlari uchun oylik berilmas emish. Shanba kuni ta'bil yozmaydimi? Yozmaydi. Oylik to'lamaydi. Yakshanba kuni? Yakshanba kun to'lamaydi oylikni. Turgan gapki, o'sha kunlari na qurilma ishlaydi, na xodimlar. Aholi esa tozalanmagan oqova suvdan foydalanishga majbur. Shanba kuni ish kuni emas dedi. Qabul qo'ymaydi dedi. Shu uchun ketdim dedi. Shanba kuni oylik to'lamagan uchun ketgan uyiga. Bu ham ishlamagan. Yo'q. Kirib bo'lmasdi, qulfiydi. Suvlar, ya'ni tuvarlarda suvi, bu voda kanalizatsiya to'g'ri kelib kanalga o'rnatilgan. Mana o'zlaringiz ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Bizlarda mana bolalarimiz bundan qo'lini yuvadi, betini yuvadi. Ekin-tekinlarimiz mutlaqo qurib boryapti. Pomidor, bodring, kartoshka ekamiz, chunki buning tarkibida kislota juda ko'p buning tarkibida. Yaxshi ekinlarimiz o'sib chiqadi, chiqqandan birdan qurib qolyapti. Lekin bizlar ko'p joylarga murojaat qilyapmiz, natija yo'q. Mana epidemiya deydi. Epidemiya achchiq qayerdan tarqaladi? Mana aynan mana shunga o'xshagan joylardan achchiq tarqaladi. Epidemiya murojaat qilyapmiz, hech kim e'tibor bermayapti. Agar bir yomon kasallik, vabo xudo ko'rsatmasin tarqalib qolsa, respublikaning eng katta tashqi sog'liq vazirliklari ham mana shu yerga yotib oladi. Lekin hozir e'tibor bermayapti. Tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu oqova suvi 23 mingga yaqin aholi xonadonlari hamda 75 ta ishlab chiqarish korxonalaridan kelmoqda, ammo tozalash tizimi o'zingiz ko'rganingizdek. Mahallamizning kanaliga 2 kun oldin suv keldi. Bu yerda oldin turib bo'lmasdi bu yerga, hidiga. Mana qishlog'imizda lubay insondan, yoshlar, qarilardan ham lubaydan so'rashingiz mumkin. Haqiqatan shunday edi. 2 kun bo'ldi suv kelganiga. Seldi suvi bu.
Ha, bu ham tugaydi vaqtga. Ha, bu ham vaqtincha. Balkim apreldan qo'yiladigan go'yi bor. Deb ishlayapmiz. Suv ochilmasa o'zi sassig'ichda u. Yo'q. Mana shu mana shu deyishayotganda Lubay to'xtab so'rang bolalardan men sizdan aytib beradi nimaligini. Qachondan beri tushyapti o'zi suv? Qaysi? Bu suvmi? Ha, bu suv qurilgandan beri tushyapti, mana shu tashkilot kelgandan beri tushyapti bu suv. Murojaatchilarning aytishicha, Urgutda kanalizatsiya tarmoqlarini to'g'ridan-to'g'ri kanal va ariqlarga tozalamay tashlash odatiy holga aylangan ekan. 10 ga yaqin ko'p qavatli uylarning ham oqavasi yonidagi kanalga tashlab qo'yilgan. Biz Dehqonobod ahli mana shu yerda yashaymiz. Avvallari bu kanalimizdan qumli suv oqardi. Hozirda bizlarda kanalimizdan juda ham sassiq iflos suvlar kelyapti. Chunki bu kanalizatsiyani suvlari mana shu kanaldan oqib kelyapti. Bizda xalqimiz bu yerda hammamiz kechqurunlari ham umuman nafas olmayapti. Bu yerda maktab joylashgan, mana bu yerda qancha supermarket, magazinlar bor, qassobxonalar bor. Bizlar ulardan hamma go'shtlar, narsalar sotib olamiz. Xalqimiz kechqurun vobshe o'tirib bo'lmaydi qishloqda. Hidi anqib ketadi, hamma joyga yetib boryapti. Mana bu yerda farzandlarimiz maktabga keladi, 138 maktabda o'qiydi. Kollejlarimiz bor. Mana bu yerda ovqatlanayotgan stolovoy maskanlarimiz bor. Umuman hech qanday ta'rifga til ojizda buni aytish uchun. Bizlar suv ichaydik, tindirib. Lekin loyqa suv edi, lekin shirin suv edi. Shuni ichaydik. Hozirgi buni aholiga qo'l yuvishga odam hazar qilib qoldi. Qo'l yuvishga. Hozir mana bu qo'yilgan suv ko'zbo'yamachilik bu. Mana bir hafta oldin kelganingizda ko'raydingiz ahvolni. Shunda bu yerda anqib ketadi, qishloqni hali berku, nargi chetiga ham o'tib ketyapti. O'tirish nafas olishga odam qiynalib ketadi. Ilgari ota-bobolarimiz ham imorat qilishdan oldin hojatxona qurgan. Shuncha imorat cheti-yu imoratlar qurilyapti, buni oldin u yog'ini o'ylash kerak edi hammasi ham. Ha? Muammo o'ylanmaganda. O'ylanmaganda, nega qurishga qurib ketyapti deb muncha odam zaharlashga hech kimda haqqi yo'qdir-ku. Xorijlik tadbirkorlar oqibat tizimidan oqilona foydalanib, dehqonchilik uchun mineral o'g'itlar ishlab chiqarishadi, ammo viloyatimizdagi eng sanoati rivojlangan Urgut tumani mas'ullari nahotki aholini zaharlanishiga, ekin-tekinlarni qurib ketishiga yo'l qo'yib berishsa, balki lavha efir yuzini ko'rgach, muammo zaruratga aylanmasdan oldi olinsa ajab emas. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z Murojaat TV, Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.